Kim subhanalloh, subhanalloh deb zikr qilib yetib o'tirsa, boshida bir farishta astag'firulloh, astag'firulloh deb turar ekan. Alloh taolaga bu bandangni gunohini kechir, bu bandangni gunohini kechir deb biz tasbih etib savobga ham erishamiz. Va bizning nomimizdan bir farishta, ya Rob, bu bandang seni zikr qilyapti, buni gunohini kechir deb turar ekan. Alloh taolo kimda kim istig'forni ko'paytirsa, rizqini ko'paytirib berar ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bor hadis. Istig'forni ko'paytiringlar, rizqinglarni Alloh keng qilib qo'yadi deydi. Hozir qancha odamlar kelib, qarzim to'lamayapman, hech baraka bo'lmayapti topganimda, baxt talabman deydigan odamlarning soni ko'p. Istig'forni ko'paytiring. Farzand talab bo'lsangiz ham istig'forni ko'paytiring. Qarzdor bo'lsangiz ham istig'forni ko'paytiring. Ibodatda dangasalik bo'lsa ham istig'forni ko'paytiring. 100 marta aytib olib, ishim o'xshamayapti demang. Alloh